qilasan. Multikka uylanaman. Tomosha qilib turasan. Multikka uylanaman. Multik tirnag'iga arzimaysan, nega? Xafa bo'layapman. Multik tirnag'iga arzmaydi. Senda bir na istara, na iffat, na o'zbekchilik, na bir nima desam, xasiyat ham yo'q. Sen erkakdan farqing yo'q. Mammang bilan dummang olib talasa erkak bo'lib qolasan, tamom. Mammang bilan dummangsiz erkak bo'lib qolasan. Multikka uylanaman, ko'rasan. Kim qizini beradi? Multik beradi. Multikka uylanaman. Men kimligini bilaman. Bular endi bu bilan tenglashmayman. Bu kim, u men kim? To'g'risi. Bu kim, men kim? Siz kim? To'g'risi. Siz kim? Gul beringlar, gul. Kimsiz? Somsa ya so'kkanim yo'q, urushgani kiymadim deyapman. Tushunmaydi bu o'g'lar bu. Bu shunaqangi bir urushga olyapti, bilmayman nima uchun. Sen urushga olyapsan. Men seni asalim, jonim, shakarim deb erkalatyapman. Sen bilan meni so'kyapsan. Nima deb gaplashasan sen bilan? Boydan beri quyib qolsan. Ana men seni so'kdimmi? Romkendan chiqmasdan o'ti. Mana romkamdan chiqmasdan o'tiraman. Dayusmush. Bu o'zi dayus. Ahvolini. Yani yig'lab yuradi o'g'illar. Shunaqa gaplaringni birovi bilib bilmay dilini og'ritasan deysan, shu uchun hayotda biring ikki bo'lmaydi san haromini. Birim ikki bo'lib yuribdi, siz qo'tadan bilasizmi? Somsaxonim? Somsaxonim? Ne to'g'oq, ne dias. Rahmat. Ko'rib turaman. Voy, Mustang, arhab. Mustang bratan. Mustang brat hurmatli bugun bitta qip-qizil Mustang haydayman, kabraletli. Nega yaxshi qiz, og'ajonlar, nega yaxshi qiz? Prosta mening niyasi kurraga yaxshi emas. O'zini bitta aytaman, gala somsalar bilan yuradi. Ana shuning uchun o'zi yaxshi qiz bo'lsa ham miyasi buzilib qolganda, lekin yaxshi qiz. Qani miyan sanikidan yaxshi ishlaydi. Men zo'r ishlagandan somsalar bilan yuribsan. Somsa? Sen qatdan bilding qizlar somsaligini? Sani nima haqqing bor? Muhammadjon, bor, meni haqqim bor, yozib ber. Meni somsa dedi o'rtoqlarimni bor ustimga. Nima haqqing bor? Birov orqasidan efirga chiqib olib, birovni jalabga chiqargani. Men birovni deb bitta shaxs aytmayman. Sen o'rtoqlarimni jalabga chiqaryapsan hozir efirga chiqib olib. Qaysi birindir gapirgandirman, o'sha haqiqatan xuddi shunaqa deb gapirmasan. Tushundingmi? Mani bilmaydigan odamlarning chiqib olib, men bitga yomonlar. Bilaman hammani. Ota bo'lasan, tushundingmi? Sen yurgan kurikda boshqara yurgan bratchikam bo'lar, Muhammadjon. Hozir telefon qilaymi? Gaplashtiraymi seni? O'zingni bratchikangni bilaman-ku bratchikan kimligini. Davay telefon. Qo'y, menga o'qitma.